Sizlar yaxshi ko'rgan Honor X9 telefoni. Rostdan yanada ekan lekin mabodo. Keyin birgina flash salfetka bilan bu telefonning ishini bitiramiz. Korpus ham qorayverdi. Korpusini o'z holatiga keldi. Orqasini ko'rsatamasa, yaxshilab silsangizlar yetadi. Qog'ozni qirgan damirdimizda telefondan kirib ko'rdik. Sal zarar yetdi. Mabodo eng katta vaj bilan bosib kiradigan bo'lsangiz, kiriladi ekan. Qog'ozni qirdi, telefonning orqasidan e'tibor berasizlar, sal bosam zarar yetkazdi. Umuman kirilmaydi emas, kiriladi. Izi qoladi. Baribir izi qoladi. Qoraygan izi ketadi, mabodo devlay salfetka bilan silsangiz u izi ketadi, lekin mabodo kirilgani ketmaydi ekan. Shuni ehtiyot bo'lasizlar. Xullas aslında ben onu aytib o'tjekman. Honor X9'da 12 ga 256 lik qizil sveti, Honor X9'dan 12 ga 256 lik gold sveti bor. Bizning do'konlarimizda nalichida bahasi esa 4 milyon 330 ming so'mdan. Bemalol kelib xarid etsangiz da bo'ladi. No bir alohida tarafini aytib o'taman. Bundayda bizani 256 lik uchun 525 ming so'mdan chiqadi. Bir ay to'lovini o'zim to'lab beraman dedim. Xo'p, buni o'zgartiramiz. 256 likni bu aksiyaga qo'shamiz. Gold sveti plus qizil svetini, aynan shu eng chiroyli, eng ходовой svetini. Ana shundaysa bizda hozir kommentariyada ko'p shunday vaziyat savollar bo'lib turibdi. Ana shuni aynan 8 likini qo'ydingizlar, 12 likini qo'yib beringlar, 12 lik yaxshi ishlaydi-ku deb. To'g'ri, 12 lik operativkasi zo'r ishlaydi. 12 lik operativka xarid etinglar. Bizning kredit stolimizda o'zini bahosini hisoblatinglar. 3 so'mdan tushsa, 1 oyini Timur to'lab beraman deb aytadi bo'ldi. 1 oyini o'zim to'lab beraman. Qolgan 11 oyni esa o'zlaringiz to'layverasizlar. Bunga lekin pasport plastik kerak bo'ladi. Avvalgi videolarimda aytib o'tdim. Shuni e'tibor berib o'tasizlar. Hamma imkoniyatlarimiz faqat sizlar uchun, bizdan uzoqlashmanglar.